Hammaga salom. Bu videoda biza aqlli uy nima qila oladi? Haqiqatda u sizga kerakmi? Shu savollarga ketma-ket javob berishga harakat qilganmiz. Minimal summada, maksimal summada qanaqa to'plamli xarid qilib aqlli uyni yaratishingiz mumkinligini bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Juda ham foydali ma'lumotlar berganmiz. Obuna bo'ling, chunki aqlli uyni birgalikda quramiz. Videoni biz bir necha bo'limga bo'lganmiz. Birinchi bo'limda biz bir necha kun oldin odamlardan intervyu shaklida aqlli uy to'g'risida nima bilishini so'raganmiz. Bu video bo'laklarini hozir qo'yib ketamiz. Bir xilga odamlar aqlli uyni Alisa deb hisoblayotgan, bir xilga divan yoki quyosh paneli. Qiziqarli javoblarni biz eshitdik. Hozir sizlar bilan bo'lishamiz. Birgalikda buni ko'rib, keyin to'g'ri javobni eshitib bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aqlli uy sizning fikringizcha nima? Aqlli uyga quyosh tushib turishi kerak har doim. Masalan, quyosh o'zini yo'nalishini demoqchi. Если мы говорим сейчас про какой-то искусственный интеллект. Aqlli uy o'sha uyning ichida menimcha hamma narsa elektronniy boshqariladi yoki shunaqa Alisa bo'lsa yoki Yo'q, biz aqlli uylarga ko'proq. Aqlli uyda masalan divan bor, to'g'rimi? Divan bor. Divan ko'p funksiyali bo'lishi mumkin-da. Aqlli uy menimcha aqlli jihozlar bilan, AI yoki texnologiyalar bilan jihozlangan uy deb o'ylayman. Keyin gadjetlari bo'lgan. Buyruq berilsa o'zi ochiladigan kommunallik narsani hammasini o'sha aqlli uy o'zi boshqargan uyda bilaman. Aqlli uylar haqida hech nima bilmayman to'g'risi. Ko'rishingiz mumkin, har xil odamlar har xil fikrda. Agar siz ham shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va xato gapirib qo'ygan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Hozir biz tushuntirib ketishga harakat qilamiz. Oson va yetib boradigan tilda mif va haqiqat bor. Ko'pchilik o'ylaydi, aqlli uy bu juda ham bir qimmat va murakkab bir narsa va amalga oshirib bo'lmaydi deb. Yo'q, bu mif deb hisoblasak bo'ladi. Aslida aqlli uy bu tizim, qaysiki sizni uyingizni qulay, xavfsiz va tejamkor qilib beradi. Aqlli uy nima bera oladi? Keling, bu narsani biz 3 ga bo'lib, ketma-ketlikda bilib olamiz. Birinchisi yorug'lik, xavfsizlik va iqlimni boshqarib beradi. Ikkinchisi vaqt va energiyani tejab beradi. Uchinchisi esa hayotni qulay qiladi. Siz yashaysiz, aqlli uy esa sizni o'rningizga hamma narsani nazorat qilib, sizga ogohlantirish berib turadi. Hammaga qiziq bo'lgan savolga hozir javob olamiz. Narxi qancha? Qancha pul sarflasam aqlli uyni yarataman degan savolga biz bu narsani bir necha narsaga bo'lganmiz. Har xil naborlar bor. Misol uchun nabor отпротечки, suvni toshishini oldini oluvchi nabor yoki studiya nabori yoki mana minimal nabor bor, keyin maksimal nabor bor yoki kimdir chaqalog'ini nazorat qilish uchun kamera nabor для ребенка degan naborlardan foydalangan holda bunga pul sarflab amalga oshirsa bo'ladi. Kelinglar minimal nabordan boshlaymiz. Bu bir xonali kvartiraga, studiyaga ham mos keladi. Xonaga bu yerda narsalar ko'plik qilishi mumkin. Shuni ko'rib chiqamiz. Buni narxi 5 milliondan sal oshgan. Bu yerda hub, aqlli datchiklar, aqlli включатель, выключатель bu nabor yordamida sizlar bazaviy o'rinda aqlli uyni yarata olasizlar. Bu degani svetlarni distansion tarzda boshqarish, o'chirish, yoqish, ledlarni yoqish, uyingizda kimdir bormi, yo'qmi, mana bitta datchiki присутствия, datchik движения, harakat datchiklari yordamida amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu naborimiz sal 5 milliondan oshgan. Ko'rishingiz mumkin. Kichkinagina uyga juda ham zo'r bir yechim. Ikkinchi naborimiz bu o'sha boya aytib o'tganimdek suvni toshishini oldini oluvchi naborimiz. Bu yerda maxsus moslama yordamida biz asosiy uyga kiruvchi trubadan suvni o'chirib yoqishimiz mumkin. Buni boshqarishimiz uchun bizga hub va suvni toshganligini bilish uchun mana shunaqa datchik yordamida bunga suv tegsa, telefoningizga ogohlantirish beradi, suvni bekitadi. Juda ham bir qulay va suvni toshishini oldini oluvchi nabor deb hisoblasak bo'ladi. Uchinchi naborimiz bu maksimal naborimiz. Ko'rib turishinglar mumkin. Bu yerda bu narsani o'zi juda ham ko'p joy egallayapti. Bu eshikni ochib yopishga smart lock deb qo'ygan. Pardalarni ochib yopishingiz mumkin. Maksimal nabori chegarasi yo'q. Shunga biz ma'lum bir summani aytib keta olmaymiz. Siz o'zingizni ehtiyojingizga moslagan holda hamma narsani yig'ishingiz mumkin va o'rnatib aqlli uyni tizimlashtirib ishlatishingiz mumkin. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. O'zim ula olamanmi? Albatta, ba'zi bir qurilmalar hech qanaqa bilim talab qilmaydi. Bu misol uchun svetodiod lenta ochdinglar, rozetkaga tiqdinglar, telefoninglar orqali ulandinglar,
Akara yoki boshqa brend bo'ladigan bo'lsa, o'sha brendni ilovasidan ulandinglar, nastroyka qildinglar va ishlatib yurasizlar. To'g'ri, murakkab integratsiya ssenariylarni amalga oshirish uchun ozgina bilim kerak bo'ladi. Bu bilimni olish uchun bizning kanalga obuna bo'ling, chunki har bitta boya aytganimdek gadjetni biz albatta to'xtalib o'tamiz. Va albatta xulosa o'rnida aqlli uyni kelajagi bor. Chunki bu sizning xavfsizligingiz, xotirjamligingiz va ishonchingiz. Aqlli uy yordamida siz hayotingizdagi ba'zi bir narsalarni yengillashtirib, yengil yashashingiz mumkin. Bizning kanalimizga albatta obuna bo'ling, chunki bizning kompaniyamiz shunaqa katta Akara, Maes va Samov kabi brendlarni distribyutori hisoblanadi. Biz hammasini o'rgatib, tushuntirib boramiz. Juda ham foydali kontentlarni oldida ko'rasizlar, har bittasini ulashni o'rganasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ling. Bizga bu narsa motivatsiyamizni yanada oshirib beradi.